Biz har kun ishlaymiz, pul topamiz, lekin uni nazorat qilishga vaqt yo'q. Shuning uchun ko'pchilik oylik olsa ham uning qayerga ketganligini bilmaydi. Bugun sizlarga nafaqat foydalanuvchi, balki investor sifatida ham juda qiziq bo'lgan loyihani ko'rsataman. Bu loyiha Karmon AI. Bu kishi esa Haybulloh aka, Karmon AI asoschilari. Bu O'zbekistonlik yoshlar tomonidan yaratilgan aqlli ilova, milliy brend. U sizning kartangizdagi xarajatlarni real vaqtda hisob-kitob qiladi. QR kod cheklarni skanerlaydi, xarajatlarni tahlil qiladi va hatto ovoz orqali yangi xarajatlarni ham qo'shish mumkin. To'g'ri qilib aytganda, siz pulni boshqarasiz, lekin vaqt yo'qotmaysiz. Karmon AI bu yil seed bosqichiga chiqdi, lekin u allaqachon O'zbekiston bozoridagi birinchi to'liq mahalliylashgan personal, finansiy ekotizimga aylanishga ulgurdi. Habibulloh aka boshchiligidagi jamoa texnologiyani, qulay dizaynni hamda real vaqtdagi muammolarga yechimni birlashtira olgan. Aynan investor uchun bu loyiha real bozor muammosiga asoslangan, lekin global potensialga ega bo'lgan xizmat turidir. Shu kungacha Karmon AI venture fondlaridan $50 ming investitsiya jalb qilishga ulgurgan. Pulni to'g'ri boshqarish bu yangi erkinlik. Karmon AI esa buni millionlab insonlar uchun ochadi. Shuning uchun bu loyihaga investitsiya qilish kelajakdagi bozorni sotib olishga teng bo'ladi. Shu loyihaga investitsiya qilaman insonlar batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Investitsiyaga oid foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.